Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, durustmisizlar? Mana qadrdonlarim, Tabashar shahrida, Istiqlol shahrida, Dom Kulturaga yaqin joyda. Tak, mana bu 2-etaj 3 xonali kvartira sotiladi. Hozir ichkaridan ham ko'ramiz. Qadrli aka-ukalar, opalar, singillar, Baxtiyor Rep kanali vaqtincha blokka tushgan. Shu sababdan mana shu kanal ochdim. Конечно, поддержка qilib turaman desangizlar, bitta like, подписка. Mana qadrdonlar, hozir ichkaridan ko'ramiz. Kelganda taxta eshik ko'rib olasizlar. Ya'ni polностью ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Mana kirib kelaverish, koridor bo'lsa. Mana bu yerda kichkinagina spalni bor. 2.20 2 dan ko'pda, 2 dan ko'p. Bunaqasiga 3 metr. 3 metrmi shunaqa chiqadi. Uzr, ozgina besporядок. Hech qisi yo'q. Porядок qilib qo'yiladi. Mana eshiklari hammasi taxtadan. Tak, yana koridorga qaytib chiqdik. Qaytib chiqqanimizda hozir mana bu yoqqa kiramiz. Tak, bu xonamiz, lekin aytay 1 2 3 4 4 ga 5 qadrdonlar, 4 metrga 5 metr. Tak, endi bu tarafdan ham bir ko'rsataman. Yaxshilab ko'rib olinglar, hammasini tushuntirib aytib o'tib ketaman. Keyin agar yana biror bir nimani aytmay qo'ygan bo'lsam, kommentariyada yozsangiz javob beramiz. Tak, mana ikkinchi xonani ham ko'rdik. Endi yana mana bu yoqqa o'tamiz. Mana bu 3-xona. Mana bu 3-xona. Bu 3-xona ham 2,5 metrga 4 metrmi shunaqa qadrdonlar. Mana bu yerda Dom Kultura, Skoriy, poliklinika, hukumat hammasi yaqin. Maktab ham yaqin, hammasi yaqin. Mana men o'zim qadrdonlar, uzr, Baxtiyor Rep kanali ozgina hozir blokka tushib qoldi. Xudo xolisa endi bilmadim, 2 oydan beri ocha olmayapmiz. Agar navoda ochilmay qolsa, boshqa mana bu kanallarimni ham podpiskaga o'rtashlaysizlar. Bunda faqat oldi-sotdi. Agar sizlarda ham kvartira chiqib qolsa, kvartirami, moshinmi, nima bo'lsa aytsanglar, mana shu kanalga reklama qilib boraveramiz. Xudo xolisa bu kanalimizni ham ko'taramiz. Tak. Mana bu kuxnya qadrdonlar. Mana bu kuxnya. Tak, mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda suv kanalizatsiyalari o'tkazilgan, hali ulangan yo'q. Xudo xolisa olsangizlar, men bilay, kuxni garniturlarni qo'ygan vaqtda ulab olasizlar. Ozgina mana bunaqa joylari bor. Keyin sraz aytib qo'yaman. Bu uy polностью brusdan qurilgan. Brusdan qurilgan aytib qo'yay. Shuni ham keyin yana aytmading demayizlar. Tak, kelamiz. Kelganda mana bu yerda koridor bor. Koridor debman, kladovka bor. Mana kladovka ham kattagina. Ancha-muncha narsa sig'adi. Tak, tualet vannaga keladigan bo'lsak, mana bu yerda yangi unitaz olib kelib qo'yilgan, hali qo'yilgani yo'q. Mana bu yerga qo'yilishi kerak. Mana turbalari ham o'tkazib qo'yilgan, suv ham chiqizib qo'yilgan. Tak, tualet отдельно и vannasi ham отдельно. Tak, vannaga kira olmayman, eshik oxirigacha tak ochilmayapti. Mana bu vannasi. Kim meni ko'rib turgan bo'lsa, mana oldi-sotdi degan, oldi-sotdi kanal ochib yordim. Oti nima qo'yishi bilmadim deb oldi-sotdi qo'yib yubordi qadrdonlar. Shunga reklama bosib yotibman, sizlar ham bosib podpisatsiyani bosib tashlaysizlar. Qadrdonlar, uzoqlashmanglar. Bugun syomkalarim juda ham ko'p, sekin-sekin hammasini ko'rsataman. Keyingi videoda ko'rishguncha qadrdonlar.